Automotion.uz kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda siz eng yangi avtomobillar, zamonaviy texnologiyalar va kelajak transport vositalari haqida eng qiziqarli va foydali ma'lumotlarni topasiz. Bugungi videoda biz sizlarga 2026 yilgi yangi minivan haqida batafsil gapirib beramiz. Ushbu avtomobil dizayni, texnologiyasi va qulayligi bilan bozorni zabt etishga tayyor turibdi. 2026 yilgi yangi minivan tashqi ko'rinishi bilan juda jozibador va zamonaviy uslubda ishlab chiqilgan. Uning soddaligi va chiroyli chiziqlari birinchi qarashdayoq e'tiborni tortadi. Avtomobilning old qismi yangi avlod LED faralar bilan jihozlangan bo'lib, ular nafaqat chiroyli ko'rinish beradi, balki tungi haydashda maksimal darajada yorug'lik ta'minlaydi. Kuzov aerodinamik shaklda yaratilgan bo'lib, bu yoqilg'i sarfini kamaytirishga yordam beradi va avtomobilning umumiy samaradorligini oshiradi. Yon tomondagi dizayn elementlari esa unga sport uslubiga yaqin ko'rinish beradi. Ichki qismiga kiradigan bo'lsak, bu minivan keng va juda qulay salon bilan ajralib turadi. O'rindiqlar ergonomik tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq safarlarda ham charchamaslik uchun mo'ljallangan. Avtomobil ichida 5 dan 7 gacha o'rindiq variantlari mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa uni oilaviy foydalanish uchun juda mos qiladi. Salon ichida yuqori sifatli materiallardan foydalanilgan bo'lib, bu esa umumiy komfort darajasini yanada oshiradi. Bundan tashqari, ichki makon juda yaxshi rejalashtirilgan. Har bir detal haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratish uchun o'ylab chiqilgan. Texnologik jihatdan bu avtomobil juda ilg'or hisoblanadi. Unda katta sensorli displey mavjud bo'lib, u orqali navigatsiya, multimedia va avtomobil sozlamalarni boshqarish mumkin. Smart kalit tizimi yordamida avtomobilni kalitsiz ochish va ishga tushirish mumkin. Shuningdek, avtomatik iqlim nazorati tizimi salon ichidagi haroratni doimiy ravishda optimal darajada ushlab turadi. Orqa ko'rish kamerasi va parkovka sensorlari esa sarfini kamaytirishga yordam beradi va avtomobilning umumiy samaradorligini oshiradi. Yon tomondagi dizayn elementlari esa unga sport uslubiga yaqin ko'rinish beradi. Ichki qismiga kiradigan bo'lsak, bu minivan keng va juda qulay salon bilan ajralib turadi. O'rindiqlar ergonomik tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq safarlarda ham charchamaslik uchun mo'ljallangan. Avtomobil ichida 5 dan 7 gacha o'rindiq variantlari mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa uni oilaviy foydalanish uchun juda mos qiladi. Salon ichida yuqori sifatli materiallardan foydalanilgan bo'lib, bu esa umumiy komfort darajasini yanada oshiradi. Bundan tashqari, ichki makon juda yaxshi rejalashtirilgan. Har bir detal haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratish uchun o'ylab chiqilgan. Texnologik jihatdan bu avtomobil juda ilg'or hisoblanadi. Unda katta sensorli displey mavjud bo'lib, u orqali navigatsiya, multimedia va avtomobil sozlamalarni boshqarish mumkin. Smart kalit tizimi yordamida avtomobilni kalitsiz ochish va ishga tushirish mumkin.